Xullas 24 soat uxlamaganman. Ko'chada qoq obed. Taxminan bir quyoshning o'rtasida bakteriyalar уже erib, jonzot yo'q bo'lib ketadigan darajadagi issiqlik. Mana bu go'zal texnologiyamizga kelib 17 gacha tushirib qo'yasiz. 5 minutdan keyin 26 gradusga ko'tarib qo'yadi. Shunaqa qo'ng'iroq sistemalari ham bor. Resepsiyonga telefon qilib, konditsionerchiga chaqirasiz. Yo'ldan ishlayman. Men qaqqa keldim. Men kompyuterxonadamanmi? Tepadan menga zakaz boshladimi suvini hozir. 20 minut o'tdi. Ko'chadamiz hali ham. Ko'chadagi bilan ichkarida temperatura bir xil. Zo'r operatorimizdan fikr keldi. A давайте kondyorni o'chirib, oynani ochib qo'yamiz. Juda ham go'zal fikr. Oyna yo'q. Mana qayerdan ochiladi deb so'raysizlar sizlar. Bizda ham xuddi shunaqa savol. Bu o'zi oynami? To'shab, zagar ovoradigan joyi. Bizga ko'pga emas, 5 soatga qo'shib tura olasizlarmi suvini? 218 ga 5 soatga yoqib yuboringlar suvini. Ular aytsa qo'shdik dedilar. Yana ozgina qo'shib yuborsin.